Assalomu alaykum, qadrli hamkasblar. Bugun biz sizlar bilan generatorlarning hardware va extension system to'g'risida video dars olamiz birgalikda. Hop, bunda hardware va extension system ikkalasi ikkita narsa, ammo bir-biri bilan bog'liq ravishda ishlaydi. Shuning uchun bu darsni ikkiga bo'lish, ya'ni part 1 va part 2 qilib video dars olishga qaror qabul qildim. Birinchi part 1 da biz Existation System haqida gaplashamiz va oxirida Design'da qanday qilib modellashtirishni ham ko'rib chiqamiz. Birinchisi, hop, bu darsda biz AVR algoritmini emas, balki AVR buyruqlarni real generator tokiga aylantirib beradigan Existation System haqida gaplashamiz. Ya'ni bugun biz quyidagi savollarga javob olamiz. Existation System nima? Ular qanday turlarga bo'linadi? Ularning farqi nimada? Nima uchun Existation tizimi turi AVR javob tezligi va kuchlanish dinamikasiga bevosita ta'sir qiladi degan savollarga javob olamiz. AVR har doim bir xil mantiqda ishlaydi, lekin Existation tizimi qanchalik tez va qanchalik kuchli bo'lsa, generator kuchlanishining dinamik javobi ham shunga mos bo'ladi. Hop, mening birinchi Existation Systemga aniq ta'rif beramiz. Existation System bu generator rotordagi field current, ya'ni EF ni hosil qiladigan va uni AVR buyruqlari asosida o'zgartiradigan tizimdir. Bu yerda ikkita qatlam bo'ladi. Birinchisi AVR kontroller, ya'ni xatoni hisoblaydi. VREF va VT, ya'ni generator chiqishidagi kuchlanish va generator chiqishida qo'yilgan normal holatdagi kuchlanish o'rtasidagi farq. Existing System Power Stage shu buyruqlarni real rotor tokka aylantiradi. Agar Existing tizimi sekin yoki cheklangan bo'lsa, AVR qanchalik mukammal bo'lmasin, generator kuchlanishi tez va to'liq tiklana olmaydi. Hop, Existing Systemning bir necha turlari mavjud bo'lib, shulardan bittasi DC Existing System, ya'ni klassik sistema. Hop, buni grafikini ko'rsataman sizlarga hozir. Hop, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. DC Existing System, ya'ni DC qo'zg'atish tizimi. Sinxron generatorda klassik qo'zg'atish usuli ham deyiladi bunda. DC Existing System nima? DC Existing bu sinxron generator rotordagi qo'zg'atish cho'lg'amiga to'g'ridan-to'g'ri o'zgarmas tok, ya'ni DC berish orqali magnit maydon hosil qilinadigan qo'zg'atish tizimidir. Bu tizimda rotorning magnitlanishi DC tok bilan amalga oshiriladi. Rotor tok manbai alohida DC exciter hisoblanadi. Generatorning asosiy kuchlanishi aynan shu rotor magnit maydoniga bog'liq bo'ladi. DC Existing bu sinxron generatorlarda ishlatiladigan eng eski va eng klassik qo'zg'atish tizimidir. Uni umumiy tuzilishi mana shu ko'rinishda bo'ladi, ya'ni mana shu holatda. Bu sistema, ya'ni DC Existing tizim ushbu qismlardan tashkil topgan bo'ladi, ya'ni asosiy qismlar shular. Birinchisi DC exciter generator, ya'ni mana bu yerda AVRning yonida generator mavjud bo'ladi. Bu Existing uchun alohida generator hisoblanadi, ya'ni qo'zg'atish generator. Bu yerda nima bo'ladi? Hop, mana bu asosiy quvvat generatorimiz mavjud bo'lib, buni chiqishidagi kuchlanish mana bu qismda. Bu qismda CT va VT mavjud bo'ladi, ya'ni generatorning chiqishidagi kuchlanish va tokni doimiy o'lchab turadigan transformatorlar. Hop, shundan so'ng AVR bo'ladi. AVRdan exciter, rotor, stator va mana bu yerda brashlar, ya'ni shotkalar
mavjud bo'ladi mana bu qismda. Hop, endi DC exciter generator nima o'zi, qanday u, qanday ishlaydi? Buni ko'rib chiqamiz. DC exciter bu generator shaftiga, ya'ni mana bu shaft, mana bu umumiy val. Generator shaftiga mexanik ulangan kichik quvvatli DC generator bo'lib, u rotor uchun kerakli DC tokni ishlab chiqaradi. Hop, undan keyin exciter generator aylanganda DC kuchlanish hosil bo'ladi. Shu kuchlanish rotor qo'zg'atish cho'g'amiga uzatiladi. Ya'ni mana bu yerga uzatiladi, mana bu qismga. Mana bu brashlar orqali. Hop, asosiy generator ishlab turgan paytda DC exciter ham doimiy ravishda rotor uchun tok ishlab chiqaradi. Averning roli DC extensionda, Aver DC extensionda exciter generator chiqishdagi kuchlanishni boshqaradi. Ya'ni Aver exciter field tokini oshiradi yoki kamaytiradi. Mana bu Aver, mana bu yerdagi kuchlanishga qarab rotorga beriladigan qo'zg'atish tokini oshiradi yoki tushiradi. Hop, natijada exciter chiqishdagi DC kuchlanish o'zgaradi va kuchlanish rotor field tokini o'zgartiradi. Ya'ni rotordagi tok o'zgargan, beriladigan tok o'zgargandagi rotorning maydoni ham o'zgaradi. Hop, endi slip ring va brashlar haqida gaplashamiz. Bu yerda slip ringlar mana bu. Hop, hozir brashlarimiz mana bular, slip ringlar mana bu yerdagi qismlar hisoblanadi. Hop, buni endi hop kamchiligi haqida gaplashaylik. Mana bu qismda brashlar, ya'ni cho'tkalar orqali qo'zg'atish toki rotorga uzatilganda yeyilishlar, ya'ni mexanik yeyilishlar hosil bo'ladi. Bu degani doimiy texnik sozlab turishlarni zaruratini keltirib chiqaradi va mana bu qism ishg'alangandan keyin bir-biriga uchqunlanish ehtimoli ham mavjud bo'ladi. Hop, xullas, ishlash prinsipi mana shu shakl, ya'ni bu yerdagi kuchlanish o'lchab turiladi. Aver bu yerdagi kuchlanishning ayirmasi, ya'ni boshlang'ich qo'yilgan qiymat bilan hozirgi o'lchayotgan paytdagi qiymatini solishtiradi va exciterga buyruq beradi. Rotorga beriladigan tokni ko'paytir yoki kamaytir degan ma'noda. Hop, endi DC tizimni dinamik xususiyati haqida gapiradigan bo'lsak, javob tezligi, ya'ni response time. DC extension tizimi mexanik exciter generatorga ega, rotor va stator magnitlashiga ega. Shu sababli javob tezligi sekinroq, ya'ni tiklanish sekin, keskin o'zgarishlarga javob sustroq bo'ladi bu tizimda. Hop, endi excitation ceiling degan narsa ham bor. Ya'ni excitationni maksimum qo'zg'ata olish, ya'ni bera olish toki. DC excitationda bu maksimal rotor toki exciter generator quvvati bilan cheklanadi. Qisqa vaqtli juda katta excitation berish imkoniyati cheklangan ushbu qo'zg'atish tizimli generatorlarda. Excitation tizim kuchlanishni ushlab turadi, lekin favqulodda holatlarda juda katta excitation berolmaydi. Barqaror nuqtai nazaridan keladigan bo'lsak, sekin javob tufayli DC excitation tizim odatda barqarorroq ko'rinadi, lekin tiklanishi sekin bo'lishi mumkin bu tizimda. Bu tizimni afzalliklari nimalardan iborat? Bu tizimning afzalligi tuzilish jihatdan juda ham sodda. Lekin ishlash prinsipi oson, ya'ni tushunarliroq. Bu tizim klassik generatorlar bilan yaxshi moslashgan. Elektronika juda ham kam. Hop,
Bu tizimning kamchiligi haqida gaplashadigan bo'lsak, javob tezligi sekinligi. Boya aytib o'tdim, slipring va brashlar mavjud. Ya'ni texnik xizmat ko'p talab qiladi. Keyin dinamik imkoniyatlar cheklangan, ya'ni sailing bo'yicha, station sailing bo'yicha imkoniyat cheklangan. Keyin kamchiligi yana bitta zamonaviy grid kod talablariga mosligi biroz pastroq. Bu tizim qayerlarda ishlatiladi? Bu tizim eski issiqlik elektr stansiyalarida, kichik va o'rta quvvatli generatorlarda yoki eski davrda qurilgan issiqlik elektr stansiyalarida qo'llaniladi. Hop, endi e, Power Factory DC Station qanday modellashtiriladi? Ko'pincha bunda IEEE DC Type AVR modellari orqali ifodalanadi. Exciter time constanti katta bo'ladi. Excitation ceiling nisbatan pastroq bo'ladi. Agar uh, real stansiyalar DC excitation bo'lsa, modelda ham sekinroq excitation va cheklangan ceiling tanlanishi kerak bo'ladi. Xo'p, uni dizaynda ko'rsatganim ma'qulroq sizlarga. Xo'p, mana ushbu qismda design library'si bor. Xo'p, endi bu yerda dynamic modeling. Xo'p, IEEE mana excitation system. Biroz kutamiz. Hop, mana bu yerda AC, mana DC. DC1 A, DC1C, DC2, DC2C ushbu tizimdagi excitation system ushbu qismdan hop ushbu qismgacha, ya'ni DC doimiy klass usul hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, DC excitation bu sinxron generatorlar uchun eng klassik va tarixiy qo'zg'atish tizimidir. U oddiy, ishonchli, tushunarli bo'lsa-da, javob tezligi va dinamik imkoniyatlari cheklangan. Bu tizim zamonaviy tizimlarda kamroq qo'llaniladi, ammo ko'plab amaldagi stansiyalar hali ham uchraydi. Ularni to'g'ri modellashtirish ham muhim ahamiyatga ega. Xo'p, endi ikkinchisi AC Excitation System haqida gaplashamiz. Hop, AC Excitation System nima? Hozir bir daqiqa. Ko'rinishi ushbu tartibda bo'ladi. Hop, unga texnik ta'rif beradigan bo'lsam, AC Excitation System bu sinxron generator rotordagi qo'zg'ash cho'g'amiga beriladi. DC tokni avval AC Exciter generatorda hosil qilib, so'ngra to'g'rilagich rectifier orqali DCga aylantirish asosida ishlaydigan qo'zg'atish tizimidir. AC Excitation System rotor baribir DC tok bilan qo'zg'atiladi, lekin bu DC tok bevosita DC Exciterdan emas, balki AC Exciter orqali amalga oshiriladi va rectifier orqali yana DCga o'tkaziladi. Hop, umumiy tuzilishi ushbu rasmdagidek bo'ladi. Ushbu qism generator, hop, VT ya'ni voltage transformer, kontrollerlar bo'ladi mana bu yerda. Hop, field voltage ya'ni o'sha maydon kuchlanishi. Hop, bundan tristorlar orqali, ya'ni o'sha rectifier orqali exciter tizimi. Exciter tizimida AC bo'ladi, keyin rectifier orqali DCga yana o'tkaziladi. Hop, umumiy tuzilishi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi bu haqida gaplashadigan bo'lsak, hop, AC Exciter umumiy qismlar, AC Exciter, rectifier ya'ni to'g'irlagich, AVR, rotor qo'zg'ash cho'lg'ami, slip-ring va brashlar. Hop,
AC Exciter bu asosiy generator shaftiga mexanik ulangan kichik quvvatli o'zgaruvchan tok generatoridir. Ya'ni ushbu qism o'zgaruvchan tok generator hisoblanadi. Bitta o'qga mahkamlangan mana generatorlar bilan ko'rgan bo'lsangiz. Hop, endi generator aylanganda ushbu exciter ham generator bilan bitta value o'rnatilgani uchun bu ham aylanadi va AC kuchlanish hosil qiladi. Bu kuchlanish asosiy generator rotorini qo'zg'atish uchun ishlatiladi, lekin bevosita emas. Ushbu rectifier orqali amalga oshiriladi. Hop, rectifier roli nima bu yerda? Rectifier chiqishdagi kuchlanish o'zgaruvchan tok bo'lgani uchun u rotor shug'amiga to'g'ridan to'g'ri berilmaydi. Shu sababli rectifier ishlatiladi. Rectifier nima? U AC tokni DC tokka aylantiradi. Odatda diodlar yoki boshqariladigan to'g'rilagichlardan iborat bo'ladi. Rectifier AC excitation tizimida majburiy element bo'lib hisoblanadi. Chunki biz generator rotorga to'g'ridan to'g'ri AC tok bera olmaymiz. Hop, ishlash prinsipi haqida gaplashadigan bo'lsak, endi bu yerda xuddi shunday. Ushbu qismdagi, ya'ni generatorda chiqish shinasidagi kuchlanish kontroller orqali o'lchanadi. Ya'ni BT o'sha vaqtdagi kuchlanish va ushbu nuqtaga generator tomonidan, ya'ni operator yoki mana shu tizim tomonidan qo'yilgan nominal kuchlanish, ya'ni normal holatdagi kuchlanish qancha bo'lishi va o'rtadagi farqni o'lchaydi va bu xatolik ham deyiladi, ya'ni farq o'lchaydi va signal jo'natadi anaqaga exciterga. Aver ushbu xato asosida AC exciterni boshqaradi. AC exciter chiqish kuchlarini o'zgartiradi. Rectifier orqali DC tok hosil bo'ladi ushbu qismda. Hop, endi rotor field tokka o'zgaradi. Mana bu oshgandan keyin mana bu yerda rotordagi field, ya'ni magnit maydon, tok oshgandan magnit maydon oshadi va generator terminalidagi ushbu qismdagi kuchlanish yana normal holatga keladi. AC excitation tizimida kuchlanish boshqaruv mexanik va elektr jarayonlar orqali amalga oshiriladi. Endi bu tizimni dinamik xususiyatlariga keladigan bo'lsak, masalan, javob vaqti response time. Hop, DC excitationdan nisbatan tezroq AC, lekin static excitationdan sekinroq bo'ladi. Sababi exciter generator mavjud. Bu yerda mana bu ushbu qism mavjud. Rectifier dinamikasi mavjud mana bu qismni va magnit jarayonlari, magnitlanish jarayoni hosil bo'ladi. Ya'ni bu buni qo'zg'atish uchun ham, ya'ni kuchlanishni oshirish uchun ham ushbu qismda ham ishlash vaqti bor. Mana bu qismda ham vaqt bo'lgani uchun biroz bundan chiqayotgan signal, ya'ni kuchlanish oshirdigani bu yerda birdan kuchlanish oshib qolmaydi. Shuning uchun dinamik jihatdan biroz pastroq, lekin DCga nisbatan anchagina yaxshiroq hisoblanadi. Hop. Endi excitation ceiling, ya'ni maksimal qo'zg'atishga keladigan bo'lsak, maksimal rotor toki AC exciter quvvati bilan cheklanadi. Ya'ni mana bu quvvat qancha bera olishiga qarab ushbu tizimni rotor toki shunga bog'liq holatda o'zgartira oladi. Lekin bu DCga, ya'ni boshlang'ich birinchi qo'zg'atish tizimiga nisbatan anchagina yuqoriroq hisoblanadi. Xo'p, endi masalan tasavvur qiling, mana bu qismda kuchlanish oshib ketdi. Endi nima bo'ladi bu yerda? Bu yerda generatorga beriladigan tok kamaytirilishi kerak bo'ladi ushbu qismdagi rotorga beriladigan tok. Bu paytda AC excitation tizimida rotor tokini oshirish nisbatan tez, lekin tushirish biroz sekinroq bo'ladi. Sababi mana bu qism mavjudligi uchun. Endi bu tizimni plyus va minus, ya'ni afzalliklari va kamchiliklari haqida gaplashamiz. DC excitation
Ee, ga misol uchun boshlang'ich boya aytib o'tgan DCga nisbatan anchagina tezkorroq, buzilish jihatdan nisbatan ishonchli, Aver bilan boshqarish oson, katta quvvatli generatorlar uchun mos tizim hisoblanadi. Endi kamchiliklar mexanik exciter mavjud, ya'ni bu yerda inersiya bor. Shuni hisobiga boya aytib o'tganim birdan kuchlanishni oshira olmaydi, birdan tushira olmaydi. Hop, rectifier element mavjud, ya'ni mana bu qismda oraliq element bor yana. Hop, slip ring va brashlar, ya'ni ushbu qismda aylanuvchi qism va shotkalar mavjudligi va bu tizim statik extensionga nisbatan sekinroq hisoblanadi. Endi bular qayerlarda qo'llaniladi bu tizim? Bu tizim asosan o'rta va katta quvvatli issiqlik elektr stansiyalarida eski, yangi o'tish davri dizaynlar, ya'ni uh, o'rta holatda, ya'ni eski davrda qurilmagan, ammo hozirgi yangi davrda ham mavjud bo'lmagan generatorlar, o'rta oraliqdagi generatorlar uchun asosiy tizim hisoblanadi. Bu brush extensiondan oldingi extension sistem hisoblanadi. Hop, buni ham endi dizaynda modellarini ko'rsak bo'ladi. Mana masalan, mana bu yerda ko'rib turibsizlar. AC, mana AC indeks bilan ko'rsatilgan. Bu hammasi AC bo'ladi. Mana bu qismda boya ko'rsatganim DC. Ushbu tiplari mavjud dizaynda. Hop, bu ham asosan o'sha IEEE AC type'dan foydalaniladi. Hop, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, AC extension bu DC extensionga nisbatan takomillashtirilgan qo'zg'ash tizimi bo'lib, unda rotor tokini hosil qilish uchun AC exciter va rectifier ishlatiladi. Javob tezligi, ishonchliligi extension imkoniyati bo'yicha DC extensiondan ustun, lekin static extensiondan sekinroq hisoblanadi. Shu sababli AC extension ko'plab amaldagi elektr stansiyalarda muhim o'rin tutadi va uni to'g'ri modellashtirish dinamik tahlillar uchun juda muhim hisoblanadi. Hop, endi keyingi tipni ko'ramiz sizlar bilan. Hop, keyingi tip brushless extension system, ya'ni shotkasiz, hech qanaqa mexanik raqamlar bo'lmaydi bunda. Mana ko'rinish ushbu tipda bo'ladi. Mana. Hop, endi bunga ta'rif beradigan bo'lsak, bu cho'tkasiz qo'zg'atish tizimi hisoblanadi. Sinxron generatorlar zamonaviy ishonchli extension usuli. Hop, bu sinxron generator rotordagi qo'zg'atish cho'rg'amida DC tokni slip-ring va brashlarsiz, ya'ni mexanik kontaktlarsiz yetkazib beradigan qo'zg'atish tizimidir. Bu tizimda rotor baribir DC tok bilan qo'zg'atiladi, lekin bu DC tok rotor bilan birga aylanuvchi rectifier orqali amalga oshiriladi. Tashqi tomondan rotor bilan hech qanaqa elektr aloqa bo'lmaydi. Brush extensionning asosiy g'oyasi rotor tokini uzatishda mexanik kontaktlarni butunlay yo'q qilishdir, ya'ni hech qanaqa kontakt bo'lmaydi bunda. Hop, umumiy tuzilish mana shu ko'rinishda. Bu soddalashtirilgan shakli. Hop, bunda yana o'sha AC exciter generator bo'ladi. Mana bu qismda. Hop, yana o'sha signal bo'ladi. Averga generator chiqishdagi kuchlanish yoki shenasdagi o'lchaniladi. Yana o'sha set point bilan solishtiriladi, ya'ni ayirmasi baland pastligiga qarab exciterga signal jo'natadi aver. Exciter yana AC tokni hosil qiladi. AC tok rectifier orqali rotor cho'rg'amiga bevosita AC tokni oshirish yoki tushirishga komanda beradi. Bu yerda tizimlar nima? AC exciter generator. Mana shu qism. Hop, aylanuvchi rectifier. Mana bu qism.
asosiy generator rotor field winding, ya'ni ushbu qismda mavjud bo'ladi mana bu qismda. Hop, и AV mana bu qism. Bo'ldi. Juda sodda va oddiy. Hop. Hop, muhim farq nima bu yerda? Bu yerda brushless extensionda slip ring va brush mavjud bo'lgan. Ya'ni shotka bilan o'sha aylanuvchi qism yo'q. Ya'ni bu yerda mexanik ishqalanishlar mavjud bo'lmaydi. Shu. Hop, aylanuvchi rectifier, ya'ni rotating rectifier mana bu qism. Rectifier wheel bu tizimning asosiy yuragi hisoblanadi. AC exciter rotorda hosil bo'lgan AC kuchlanish aylanuvchi diodlar majmuasi orqali DC tokka aylantiradi. Ya'ni ushbu qismda AC qism yana DC ga aylantiriladi. Ushbu shaft bitta shaftga joylashtirilgan exciterdan chiqayotgan kuchlanish AC tok. Hop, shu ishlash prinsipini aytib o'tdim. Endi bu yerda asosiy e'tiborni talab qiladigan narsa nima? Aytib o'tirish kerak bo'lgan narsa. Bu brush extensionda, ya'ni shotkasiz sanaqa mexanik yoki elektrik siz bo'lgan tizimda rotor bilan birga aylanishda sodir bo'ladi. Ushbu jarayonlar hammasi rotor aylanishga bog'liq hisoblanadi. Xo'p, endi bu tizim dinamik xususiyatlariga keladigan bo'lsak, masalan, javob tezligi response time. Brush extensionda DC extensionga DC extensiondan tezroq, ACga nisbatan yaqinroq, lekin static extensiondan biroz sekinroq javob beradi. Sabab nima so'raydigan bo'lsalar, bu yerda mexanik exciter mavjud, magnetlanish inersiyasi mavjud va rotating rectifier dinamikasi mavjud. Mana bu qismning o'zini ishlash vaqti response time'iga bog'liq bo'lgani uchun shunaqa bo'ladi. Xo'p, tokni oshirish va kamaytirish xususiyati. Bu tizimda rotor tokini oshirish nisbatan tez. Rotor tokini kamaytirish esa ba'zan sekinroq bo'lishi mumkin. Sababi diodlar tokni bir tomonga yo'nalishda o'tkazadi va demagnetizatsiya, ya'ni magnitni so'ndirish jarayoni cheklangan bo'lishi mumkin. Shu sababli bu tizimda tokni tez tushirish doim ham oson emas. Endi excitation ceiling, ya'ni excitation'ni qobiliyati, ya'ni maksimum haqida gapirishadigan bo'lsak, maksimal excitation darajasi AC exciter va diodlar quvvati bilan belgilanadi. Odatda DC excitation'dan yuqoriroq, lekin static excitation'dan pastroq bo'ladi. Bu tizimda afzalligi, hop, slip ring, aylanuvchi qism yo'q. Shotkalar, aylanuvchi qism bo'lmagan shotkalar ham mavjud bo'lmaydi. Texnik xizmat kam, ishonchli yuqori, uzoq muddatli ishlashga mos, o'rta va katta quvvatli generatorlar uchun qulay tizim hisoblanadi. Eng kamchiliklari static extensionga qaraganda sekinroq, tokni tez kamaytirish cheklangan, rotorni rectifier rotating rectifier, ya'ni ushbu qism ishdan chiqadigan bo'lsa, generator chiqishdagi kuchlanishni boshqarish imkoniyati yo'q. Bo'ldi shu kamchiliklari. Endi bu qayerda qo'llaniladi? Bu tizim yirik issiqlik elektr stansiyalar, gidroelektr stansiyalar, yuqori ishonchli talab etiladigan generatorlarda uchraydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu tizim sinxron generatorlar uchun ishonchli, texnik xizmat kam talab qiladigan eng tarqalgan qo'zg'ash tizimidir. U DC va AC extensionga nisbatan ancha mukammal, lekin static extensionga qaraganda sekinroq bo'lib, elektr stansiyalarida optimal muvozanatni ta'minlaydi.
Hop, bu Brushless Execution System hisoblanadi. Hop, keyingisi Static Execution tizimi. Hop, qisqacha ko'rinish mana shunaqa bo'ladi. Hop, ta'rif beradigan bo'lsa, bu sinxron generator rotordagi qo'zg'ash cho'g'amni beriladi DC tokning mexanik exciter generatorlarsiz, ya'ni to'liq statik elektron qurilmalar yordamida hosil qiladigan qo'zg'ash tizimidir. Bu tizimda DC exciter yo'q, AC exciter ham yo'q. Aylanuvchi rotating qurilmalar ular ham yo'q. Excitation to'g'ridan to'g'ri statik to'g'irlagichlar orqali hosil qilinadi. Static excitation energiyasi mexanik emas, balki to'liq elektron yo'l bilan boshqariladi. Bu yerda hech qanaqa generator bilan bitta valga men bitta shaftda ishlaydigan hech qanaqa exciter tizimi yo'q. Shuning hisobiga hammasi ushbu qism orqali amalga oshiriladi. Hop, umumiy tuzilishi mana shu ko'rinishda. Hop, excitation manbai, ya'ni mana bu yerda yana o'sha generator chiqishidagi shina kuchlanish transformator orqali o'lchaniladi. Yana o'sha VT va VRF o'rtasidagi farq hisoblanadi. Bu yerda AVR yana o'sha static excitationga signal jo'natadi va o'shanga qarab mana bu qism statik hisoblanadi. O'shanga qarab generator rotor beriladigan tokni kamaytiradi yoki oshiradi. Hop, excitation manbai qayerdan olinadi bu yerda? Static excitationda excitation energiyasi odatda ikki xil manbadan olinadi. Ya'ni generator terminaldan ushbu qismdan ushbu qismdan ya'ni bu o'z-o'zini qo'zg'atish tizimi, ya'ni self excited. Excitation AC kuchlanishni generator statordan oladi. Bu tizimning afzalligi tuzilishi oddiy. Kamchiligi hop, agar ushbu qismda ya'ni generator chiqishida qisqa tutashuv hosil bo'ladigan bo'lsa, excitation imkoniyati pasayadi, ya'ni kuchlanib tushib ketadi. Bu yerdagi quvvat ham xuddi bu yerdagi kuchlanib tushganiga nisbatan tushganligi sababli qo'zg'ash tizimini ham imkoniyati juda ham pastga tushib ketadi. Keyin yordamchi transformator orqali bu separated excited deyiladi. Bunda excitation AC kuchlanishi stansiyaning yordam shinalari, ya'ni boshqa shinadan olinadi. Buni afzalligi faul paytida ham excitation barqaror, ya'ni ushbu qismda qanaqadir ya'ni qisqa tutashuv bo'lganda ham mana bu tizimni, ya'ni excitation tizimini imkoniyati tushib ketmaydi. Hop, kamchiligi keladigan bo'lsak, tizim biroz murakkabroq bo'ladi. Bu tizim zamonaviy yirik elektr stansiyalarida static excitation ko'pincha yordamchi transformator orqali quvvatlanadi. Statik to'g'irlagich rectifier static excitation yuragi hisoblanadi. Bu yerda ham o'sha rectifier mavjud, ya'ni o'sha AC'ni DC'ga o'tkazib beradigan to'g'irlagich. Bu to'g'irlagich juda tez ishlaydi. Chiqish kuchlanish va tokni keng diapazonda boshqaradi. AVR buyruqlarni deyarli kechikishsiz bajaradi. Ya'ni ushbu qismda mavjud bo'ladi. AVRdan chiqadigan signalni amalga oshiradi. Bu tizimning asosiy ustunligi excitationni juda tez va aniq boshqarish imkoniyatidir.
Shu ishlash prinsipiga keladigan bo'lsak, o'sha generator terminaldagi kuchlanishni o'lchaydi, farqni solishtiradi, o'sha farqqa qarab aa, signal jo'natadi, ya'ni tristorga rectifier orqali DC tokka o'zgaradi, rotor field tok o'zgaradi, rotor magnit oqimi mana bu qismda yana o'zgargandan keyin mana bu qismdagi rotor magnit maydoni ham o'zgargandan keyin ushbu qismdagi kuchlanish ham normal, ya'ni belgilangan chegaraga olib kelishga harakat qiladi. Bu tizim boshqaruv zanjiri, ya'ni mana bu qism eng qisqa va eng tezkor hisoblanadi. Hop, endi bu tizimni dinamik xususiyati haqida gaplashadigan bo'lsak, javob tezligi response time boshqa tizimlarga nisbatan eng tezkor excitation tizimi hisoblanadi. Excitation o'zgarish deyarli darhol sodir bo'ladi. Kuchlanish, tiklanish judayam tez. Sababi mexanik qismlar yo'q, faqat elektron qurilmalar ishlaydi. Endi excitation ceiling, ya'ni maksimal qo'zg'atish haqida gaplashadigan bo'lsak, juda katta excitation ceiling berish mumkin. Ya'ni chegarasi juda ham baland. Qisqa vaqt ichida juda katta rotor toki bera oladi. Faoldan keyin kuchlanish tiklanishni yaxshilaydi. Hop, tokni kamaytirish imkoniyati. Unda rotor tokini oshirishi ham, kamaytirishi ham juda tez. Bu brushless excitationga nisbatan katta ustunlik hisoblanadi. Bu tizimni afzalliklari juda tezkor javobligi, katta excitation ceiling, ya'ni chegarasi balandligi, kuchlanish tiklanish yuqoriligi, zamonaviy grid kod talablariga mos kelishi, AVR bilan to'g'ridan to'g'ri boshqaruv. Hop, kamchiligiga keladigan bo'lsak, slip-ring va brashlar mavjud bo'ladi bu tizimda ham. Elektron qurilmalar murakkab, texnik xizmat malaka talab qiladi. Keyin bu yerda noto'g'ri AVRni noto'g'ri qiymatlarini o'zgartirish, ya'ni tuning qilish barqarorlik muammosini ham olib kelishi mumkin. Agar bu tizim noto'g'ri sozlansa, tizimga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bu static excitation qayerlarda qo'llaniladi? Bu asosan yirik issiqlik elektr stansiyalar, GTG, ya'ni gaz turbina generatorlar va STG, steam turbina generatorlar, katta 300 megawattdan ziyod quvvatli generatorlarda, kuchli va tezkor voltaj kontrol talab qiladigan tarmoqlarda ko'p uchraydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu tizim sinxron generatorlar uchun eng tezkor va eng kuchli qo'zg'atish tizimidir. U mexanik excitatorlarsiz ishlaydi. Excitation bevosita rotor tokiga boshqaradi va zamonaviy elektr energetika tizimlarining qat'iy talablariga javob beradi. Hop, endi savol sizlarda paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun excitation tizimi turi muhim? Ikkita generator bir xil AVR algoritmiga ega bo'lishi mumkin, lekin excitation tizimi har xil bo'lsa, ularning kuchlanish dinamikasi mutlaqo boshqacha bo'ladi. Ya'ni agar AVR tizimi bir xil bo'lgani bilan excitation tizimi boshqa ya'ni bir-biridan farq qilsa, bunda kuchlanish, tiklanish tezligi, maksimal excitation imkoniyati, kuchlanish cho'kish darajasi yoki AVRning samaradorlik real chegarasi bir-biridan farq qilishini ta'kidlab o'tish mavjud. Shu bilan bugungi AVR bo'yicha aytiladigan gaplar, ma'lumotlar nihoyasiga yetdi. Part 2da, ya'ni ikkinchi qismda AVR deb exciter, keyingi qismda AVR bo'yicha gaplashamiz. Agar qanaqadir savol yoki murojaatlar bo'lsa, video tagida o'z kommentlaringiz, fikrlaringizni bildirib qolishlaringiz mavjud.